Selam dostlar, bizler bilen takip. Dostlar şu hardcore rejimde 7. kısmını alamız dostlar. Dostlar tan ham o'tdi, endi bu yerdan ketamiz. Yaxshi. Temirlarimiz hammasi bo'lingan. Köz ham tushmadi do'stlar. Qanday omadsizlik. Temir to'pamiz. Fakilim. Temir qimmat joy. Do'stlar bu yerdan ketamiz. Oy. Yo'qqa tushib ketdim. Bu tarafdan ketamiz. Hop, qaysi tarafga qarab ketsak ekan do'stlar. Kelinlar bu tarafga. Do'stlar shu tarafdan kelmadik. Hop. Qaysi tarafga ketish mumkin? Do'stlar qayiq yasab olamiz. Chunki qayiq bilan boshqa joyga suzib ketsak bo'ladi. Hop. Do'stlar umuman tarafni yaxshi deb bilaman. Do'stlar, o'tgan qismda men daraxtim yo'q sababli qalqon ham yasagandim. Endi yasayman. Hoppa. Yaxshi, birinchi o'rinda qalqon, keyin esa qayiq. Hozircha bizga qalqon kerak emas. Qayiqqa o'tiramiz. Bu yerdan ketamiz. Boshqa tarafga ketamiz. Yaxshi. Do'stlar. Do'stlar, suv osti konlarini ko'rish kerak, chunki bu yerda hammasilar ham bo'ladi. Bu yerda yorqin. Voy do'stlar, hozir bo'lib qolaman. Yo'q. Yaxshi. Do'stlar, ozgina qoldi. Yo'q, mayli ketdik. Do'stlar, yaxshi ham ulgurib qoldim. Bo'lmasa hardcore videomiz shu joyda turardi. Bu yoqqa kuzatmang. Bu yoqdan menimcha bu yerning hamma joyi muzlik. Do'stlar, kelinglar muz ustida ozgina sayr qilamiz.
Şimdi kayıkını koyuyoruz. Ve yok. Oy, kayıkı tikse orada yaptık. Oy oy oy. Oy. Kandaymazı. Bir domuzluk, bir juda kam ehtimol bilan bu yerdan yashil biyom chiqmaydi do'stlar. Qayiqni olib olamiz. Jonni tikdi. Dostlarım, çerçeğden büyülerde yürüyorum. Kayak bulan hani cüdesi büyülde yaptım. Nasıl? Balık balıklı. Kafalık koydu. Koy yok dostlar. Nasıl balık nasıl balık? Koy yok. Oldu. Dostlarım, bu tarafa burnundan fayda yok. Şunun için ortamıza kaçıp gitmemiz. Şu taraflardan marka çıkıyor dostlar. Dostlar, öldürürsek yaxşı. Şu balıqni böyle koyalım. Derece. Şurada balık var. Dörtte balık bu. Ye. O zaman nasıl yapacağız? Yok. Şurada koy. Hayır dostlar, bu suya olmayız. Dostlar, iturlaşımız için bu suyaklarda gerek buladı. Albatta taygada juda ko'p itlar bo'ladi dostlar. Shuning uchun hani ketdik. Let's go. Bu yerda hamma joylar qor bilan qoplangan do'stlar. Çünkü bu yer qorli biyom. Do'stlar, rompayt ovqatlarimizni ham pishirib Kimler do'stlar, bu tarafta qor biyom tugayapti. Shuning uchun boramiz. Do'stlar, men o'zim juda ehtiyot qilishim kerak. Çünkü hazır biz hardcore rejimde oynayapmiz. Ona. Oy. Hoppa, yaxshi. Oh. Ana yaxshi, yana ovqat bor. Oy.
yana Oy. Mana do'stlar biz yana bizning birinchi itimiz yoki ikkinchimi kommentariyada yozib qo'ying. Hoppa. Qancha itgan. Do'stlar kech bo'lyapti. Men albatta kravat yasasam bo'ladi va kechni yaxshigina uxlasaman. To'xta. Yaxshilik qilmoqchi edim, esa qochib ketdi. Hoppa, biz kravat yasaymiz. So'ng taraf etmayapti. Zombiler kelishni boshladi. Olishim kerak. Do'stlar, zombiler kelyapti. Uxlabdi. Buni o'tkazib olishim kerak. Ular kelmasligidan oldin. Yaxshi. Shiftim. Do'stlar, biz hardcore rejimga yetkazib qo'ydik. Do'stlar, hardcore rejimga yetkazib qo'ydik. Do'stlar, endi joyda video tugaydimi desangiz, albatta yo'q. Biz hali yana hardcore rejimda kuchayamiz. Qani ketdik. Agar shiftimni olmaganimda hozir tirik bo'lardim do'stlar. Mana bu yerda o'zi temir, lekin uni olib olish uchun bizda vaqt yo'q. Shuning uchun bizga eng yaqin bo'lgan joydagi daraxtni sindirib kelib mana bu temirlarni olishimiz kerak. Do'stlar, bu yaxshi, darrov temirga kuchayamiz. Oy, do'stlar, izmurud chiqishi foizi juda kam do'stlar. Buni ham albatta olib ketamiz do'stlar. Omadni qarang, izmurud. Bilmaganimda izmurud borligini bilmasdim do'stlar. Hop, eng yaqin joydagi daraxt bu yerda, bu tarafda ekan. Oy, bu yerdan mayli. Mana shu daraxtni olib kelishimiz kerak do'stlar. Oy. Do'stlar, men hardcore olamida juda ko'p yutqazyapman. Shuning uchun bu safar umuman yutqazmaslikka harakat qilaman do'stlar. Agar yutqazsam qaytadan boshidan hardcore video olmayman yoki mana shu hardcore rejimda yutqazib mana shu hardcore rejimda chiqargan videomiz dan 40 ta obunachi kelsa, albatta men hardcore rejimda yana qaytadan kuchayaman do'stlar. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Hop. Yerda qolamiz. Do'stlar, keyingi yerda toshga kuchayib ketamiz. Chunki bu yerga chiqib bo'lmaydi. Sekin shu toshlardan sinayazib chiqib ketamiz. Birinchi o'rinda versiyasini olish kerak. Hoppa. Qo'yib chiqib ketamiz. Oy, birinchi toshga olib olishimiz kerak ozgincha. Chunki bloklar hammasi
qanday omad do'stlar. Do'stlar bu qanday omad. Oy, menimcha birdaniga temirga ko'chayamiz do'stlar. Bizda 5 ta temir. Narigi tarafda ham temir bor. Yetmaganiga izmurud ham bor do'stlar. Qanday yaxshi. Do'stlar, ketib qoldi. Sargina qoldi, sargina. Oy. İzmir taraftan çıkıyoruz. Bu kömürünü oluşumuz gerek. Çünkü İzmir'e ulaşmamız için demir kürkü esasımız gerek. Demirimizi eritişimiz için kömür gerek. Oy. Yeniler dostlar, İzmir'de işlerini kurarız. İzmir menimce bitti çünkü bu yıllarda İzmir ana bitti buralarda. Ana İzmir pardon. Hop. Biz spawn bo'lgan joy mana temirlar ham bor bu yerda. Ko'ramiz. 8ta, 9ta, 10ta, 11ta, 12ta, 13ta yaxshi. Yaxshi, boshida instrumentlar yasashga yetadi. Do'stlar, hali biz toshga kuchaymay birdaniga kirkaga temirga kuchayapmiz. Qanday yaxshi. Bitta do'stlar, mana shuni ozgina pech yasash uchun tosh qo'llaymiz. Albatta ko'mir do'stlar 14, 15, 15-chi temirimiz do'stlar. Qanday omad. Qanday omad do'stlar. Menimcha men bu videoda umuman yutqazmayman çünkü yo'q kirishim bilan temirga kuchaydi. Biz temir yo'q ekan bor deb o'ylabman, lekin o'zimizdagi temirlar ham albatta bizga yetib ortadi do'stlar. Hop, İzmir joniga kelib olamiz va do'stlar, mana bunu qo'yib olamiz topgan temirlarimizni va qolgan paytda mana bu tosh kirkamiz bilan tosh ko'mirlar kovlab turamiz. Chunki hozir buni tashlab yuborishim kerak. Do'stlar, ishlatilmagan kirkani qanday tashlash mumkin? Shuning uchun baribir buni men ishlataman. Voy do'stlar, qorlar mening ustimga tushyapti. Men qorni juda ham yomon ko'raman do'stlar. Albatta qishni ham. Oy, turamiz. Oy, ko'rga. Endi buni olamiz. Hop, İzmir. Bu mening videomdagi birinchi izmurud do'stlar. Buni ketdik. Do'stlar, kilit yasaymiz. Hop, bu yerda. Do'stlar, bunga lopatka yasaymiz. Lopatka. Bolta, kirka. Hop, kirka. Do'stlar, lopatka. Do'stlar, kelinglar bizga keraksiz narsalarni bu yoqqa tashlab olamiz. Men bu yoqqa tashlamoqchiman. Opa. Do'stlar, keling endi ertaga qo'yib yaxshi. Kerakmas. Hop. Do'stlar, hozircha yetadi, lekin baribir amalga qo'yib kelinglar. Ko'mirlarni olib turamiz do'stlar, chunki ko'mir bizga anchagina kerak bo'ladi.
Dostlar men de ovqat qolmayapti. Shuning uchun mana bu qo'y go'shtini tezroq yeb olishim kerak. Albatta temir pishguncha ko'p vaqt o'tadi. Shuning uchun ozgina buni qo'llab turamiz. Tugagan temir ham tugagan bo'lsa kerak deganda chiqdan tugagan ekan. Bunga bitta yetadi yoki ikkita mayli. Endi do'stlar bunga bolta yasaymiz va nima yasaylik. Oy. Do'stlar meni skinim qani? Do'stlar bunga e'tibor bermang. Salgina qochishlar bo'lyapti menda. Salgina emas, ancha bo'lyapti. Hop, mayli. Chiqsa yo'q. Olamiz. Voy do'stlar, men ko'rmas odamman. Qo'rqmas buni ne qilsak qo'limiz yo'q bo'ladi. Hop, shuning uchun do'stlar biz o'ldiramiz. Let's go do'stlar. Ovqat yeb olish esimizdan